TMI bilan eng muhim ma'lumotlarni bilib oling. Bugun biz yoshlarda soliq savodxonligini sinovdan o'tkazamiz. Ketdik. Aslan. Simka qo'say maylimi sizmi? Siz o'z charchamayapsizmi? Sinovda qiynalmasa, qarang, sizga soliq bo'yicha 5 ta savolimiz bor-da. 5 tasidan 3 tasiga to'g'ri javob bersangiz, institutimiz tomonidan berilgan sovg'amiz bor. Shaxslar to'lagan 3 ta soliq bor. O'sha qaysi soliqlar? Daromad solig'i, Aha, mulk solig'i, aha. yer solig'i. Da, lotereya yoki tanlovda pul yutug'i yutib oldingiz yoki mashina yutib oldingiz-da, siz uni qo'lga kiritish uchun qonunchilikda belgilangan o'sha yutug'i nechadir foizini to'lashingiz kerak. Shu qaysi soliq bo'ladi? Yutuq solig'i. Da, xorijga sayohat qilganingizda siz mehmonxonada o'tirasiz. O'sha mehmonxona narxidan tashqari siz yana bitta kichik soliq undiriladi. O'sha qaysi soliq? Qo'shimcha qiymat solig'i. Yo'q. Moshinamizga benzin qo'yamiz, yo'lda yuramiz. Yo'llarni ta'mir uchun bizdan yana bitta soliq undiriladi. Yer solig'i. Bejiz savolga magazinga chiqasiz, to'g'rimi? Magazinga chiqqaningizda sizni mahsulot tan narxidan tashqari yana bitta soliq to'laysiz. Bu qo'shimcha qiymat solig'i. Takacha rahmat, Tataka. Bilmayman, uyimiz bo'lardi. Mehmonxona turmaymiz, ijarada turardik. Qiynaldilar o'sha, bo'ldi, ketdi. Soliq Bilmayman, tavsiya to'lamayman-da, uydagini to'lashadi. Tuman shaxslar to'laydigan birinchisi daromad solig'i bor, aksiya soliqlar to'laydi. Mol-mulk, uy-joy soliqlarini to'lashimiz ham mumkin, shular ham bor. Menimcha daromad solig'i bo'lsa kerak bu narsa. Aniq eslolmayman bu narsani. Endi es. Ya bu. Rahmat. Ustida men charchadim. Ana ikkita bratni olamiz. Assalomu alaykum. Sizga soliq yo'nalishi bo'yicha 5 ta savolimiz bor-da. 5 tasidan 3 tasiga to'g'ri javob bersangiz, institutimiz tomonidan berilgan sovg'amiz bor. Dora turing, quyosh tushyapti. Sayyohlik solig'i. Lekin bunaqa solig'i. Ha, Shu boyiga yetganini qaqasi. siz ishtirok etib yutib oldingiz. Bu sizning yutug'ingiz. Daromad solig'i bor menimcha bizdagi. Mol mulk. Uchinchisi? Uchinchisi? Bilmadim. Shu boya sanaganlar orasida bormi? Yo'q. Soliq sohasida o'qimaymiz-da. To'g'risi bilmaymiz ekan biz. Joy soliqlari degan bormi masalan? Bor, Joy lekin solig'i. to'g'ri kelmaydi bu. Sug'urta masalan o'zi jon soliqlarimi yo'q? Ikkinchi savol, oxirgi savol. Qasimi? Da. Assalomu alaykum. Yer solig'i, uy-joy solig'i. Hop. Uchinchisi? Bo'ldimi? Da. Migrant solig'imi shunaqa? Management va iqtisodiyot instituti. Qatta. Yozib qo'ydim, futbol kelgan. Ha, aytgancha, siz kelajakda soliqchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, TMIga marhamat. Bizda soliqlar va soliqqa tortish yo'nalishlari mavjud.